Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, YouTube ishqibozlari, boqiladigan, xullas zotga oladigan qo'y ishqibozlari. Bugun xudo xolasa haftaning shanba kuni 22-mart sanasida bir qator sizlarga sotiladigan qo'y narxlari, umuman qo'chqor narxlaridan polna video obzor bo'ladi. Xohlasizlar o'lchab olishga, xohlasizlar tiriklay vazniga Qirg'izistonning Arashan zotli qo'chqorlaridan nasldor olaman deyuvchi insonlarga, naslni ko'paytiraman deyuvchi insonlarga yoki go'shtlikka qilib topshiraman deyuvchi insonlarga juda ham qo'l keladigan variantlardan xudo xolasa boshladik. Layklarni bosib, do'stlaringizga ulashib, podpiskani tashlab qo'yaverasizlar. Zotiga kafolat bemalol Qirg'izistonda Arashan zotli qo'chqorlari har biri hech qaysi moddaga qo'shilmagan, faqatgina boqilgan. O'sha ko'rasiz mana yemishlarni ham shunaqa yemishlarda Qo'ylar o'ziga ozroq hurkdi. Voy, mashalloh. Buni qaranglar. Xo'p, eng kamida tirik vazniga hisoblaganda eng kichkinasi 80 kilodan 130 kilogacha keladigan katta qo'chqorlarimiz mavjud. Ko'ringlar, voy, ularning turishini qaranglarchi. Xo'p, bir boshdan endi aka ozroq haydaylik buni. Bitta ma'lumotini berib o'tamiz. O'tirib oling shani. Chiqib turaymi? Yo, turavering, o'sha qarab o'tadi o'zi. Bir 30 kilolik bo'lib ketgan bular. Eng kichigi 85 kilo tirik vaznda chiqib qoladi. Tirik vazniga eng kichkina 85 kilo. Xo'p, Bo'ylari 1 metrgacha borgan. 80 santimetrdan 85 dan tepasi 1 1 metrgacha bemalol bo'ylari bor. Xohlaganini tanishingiz mumkin. Xohlasangizlar o'lchab olishga ham olsak bo'ladi, so'yib olishga. Necha kilo chiqsa shuning ham pulini beradi. Shunaqa. Xo'p, necha puldan aytamiz narxini aka endi? Endi so'yib olishga bo'lsa, tekis 100 ming bo'lsa beramiz. Tekis 100 mingdan so'yib olishga. Bozorda 110 mingdan sotilyapti. Yaxshi, ko'raveringizlar. Nasldor zotini ko'paytiraman deyuvchi akalarimizga, qorasiga ishqiboz, qora mag'iziga ishqiboz akalarimizga ko'ringizlarchi. Mana bunisi haqiqatan ham vobshe gigantlashib ketibdi. Kamerada kichikroq. Ushla. Bekqa qarab o'tsangiz bo'ladi. Shu ular qisilib qoldi-da. Yaxshi. Kamerada kichikroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin ko'z bilan qaraganda realni katta narsa. Mana bunisi eng kichkinasi mana. Eng kichiga. Bu 80 kilodan ziyod keladi mana shuni o'zi. Tirik vaznda. Tirik vazniga. Yaxshi, o'lchab olishga yana kelishaveramiz. Necha puldan aytamiz aka endi mana shu birinchisini? Endi buni agar живой весga olaman desalar 70 mingdan qo'yib beramiz. Живой весga 70 ming so'mdan yana kelishiladi. Yo'q, 70 mingdan bo'lsa to'g'ri keladi. Bo'lmasa suyib olishga bo'lsa 100 mingdan tarozini ustiga beraveradilar. 100 mingdan beraveradilar. Mana Qirg'izistondan olib kelgan halol pokiza yem, arpa, bug'doy yeb dashga yurgan, oftob yegan qo'ylardan emas. Toza halol pokiza boqilgan. Xolasalar zot yo'nalish bo'yicha olsalar, xolasalar go'sht yo'nalish bo'yicha olsalar, hammasiga har taraflama javob beradi. Xudo xolasa. Mana qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolasa sotaveramiz. Dastavka esa dastavka ham qo'yamiz. Dastavkasi ham kelishsak, xudo xolasa yetkazib beraverasiz. O'zbekiston bo'ylari. Puliga to'g'ri kelsa bo'ladi. Yaxshi. Endi aka bitta tirik vazniga misol uchun mana shu qo'chqorda eng kichkinasidan qancha aytamiz? Bozor bilan solishtirib ko'rasizlar bemalol. Endi nima deyman? Mana suyib olishga 100 ming aniq bo'lib turibdi. Tirik vazni 70 ming. Shunaqa Shunga qarab hisob-kitob bo'laveradi. Yaxshi, endi premyerni bir narx chiqarib. Endi premyerni har xilda bergan. Standart desak, standartni hozir bitta katta qo'y narxini aytib o'tirsak, tushunmagan odam uchun qilib, u ham to'g'ri kelmaydi. Holatga qarab ketaveradi. Yaxshi. Qo'chqorlarning sifatini o'zlaringiz ham bitta ko'rasizlar. Haqiqatdan mana aka. Uyda, xonadonda boqilgan variantidan ishqiboz akalarimiz uchun bitta like bosib, do'stlaringizga klass bosib yuborib qo'yaverasizlar. Telefon nomerlar ham qo'yamiz. Xohlasizlar aytib o'tilgandek o'lchab olishga
xohlasangizlar manaki zotini ko'paytiraman deyuvchi akalarimizga bemalol olsangiz bo'ladi. Hech qaysi hali tish buzmagan ekan. Bitta hozir bittasini chiqarib ko'raylikchi. Manaki dumbalarni qarang, har biri o'zi kamida 10-15 kilo keladi dumbani o'zi ham. Mana yana kommentariyada yozinglarchi, keyin kamida necha nimadan keladi dumbalarni o'zlari. Yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Akajon, telefon nomeringizni ham qo'yaylik. 90lik 90lik kod bilan 619 619 99 99 89. 89. Mana shu nomerlar ekranlaringizda. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Qo'ylarning sifatiga bemalol kafolat beriladi. Xohlaganingizda xohlasangizlar bitta olingizlar, xohlasangizlar optimiga olingizlar, yetkazib berish xizmatlarini kelishib qolsangiz Qo'chqorim bor desa, qo'chqorim bor deb ko'rsatadi olgan kishi. Haqiqatan ham. Qo'chqormisan, qo'chqor. Bir qaraganda havas keltiradigan, juda ham bir ajoyib. Boqopsizmi, zo'ridan boqing deydi-ku. Gap bo'lishi mumkin emas. Qancha vaqt bo'ldi dedik? 9 oy bo'ldi boqilganiga, Boqilganiga 11 oylik barra. Boqilganiga 9 oy bo'ldi. 11 oylik barralar. Hali hech qaysi tish buzmagan ekan. Yana ham ko'raverasizlar. Dumbalari haqiqatan ham katta. Qo'ylarning ishqibozlari uchun albatta bu videomiz foydali bo'ladi, chunki manzilli eslatib o'tadigan bo'lsam, Navoiy shahri, xo'p, Navoiy viloyati Karmana tumaniga qaraydi. Navoiy shahar Umid qo'rg'onida joylashgan, uydan sotiladigan manaki qo'chqorlarning doda xo'jalari kelgan akani o'zi mana shu 9 oy vaqt mobaynida nima qilib boqib o'zini ishqibozchilikka rivojlantirayotgan ekanda. Xullas, kelmoqchi bo'lsangizlar ham lokatsiya ham tashlab beriladi. Aytib o'tilgandek ortiqcha gapga o'rin yo'q. Bemalol narxlarni kelishib aloqaga chiqaveramiz. Quraz qolsa do'stlaringizga borganlarga kattakon rahmat.